Assalomu alaykum aziz quvvalilar, kanalimiz a'zolari. Quva tumani Oxunboboyevda dashtida 1,5 gektarlik bodam bog'imiz sotiladi. Mana ko'rib turibsizlar, juda go'zal va yonida mana manzara, mana o'ta go'zal. Bu yerda latoya suv keladi va alohida quduq bor. Buni egalari bilan kelishib turib, aql orasida suvga, xudo xolasa suvdan muammo yo'q. Mana ko'rib turibsizlar, mevalarni quyib tashlagan kattaligini prezident bolam. O'ta go'zal holatda. Mana bu yog'i manzarani ko'ringlar. Bog'ni qaranglar. O'ta go'zal qilib qo'ygan ekan bog'da ham. Mana mevalar. Videoda uncha chiqmayapti uni. To'la mevasi. Ketdi bu yo'q. To'g'ri 360 metr uzunasiga. Meva. Bog'ni qaranglar. Mana qaranglar. Bu yerda mazza qilib ishlaydigan ikkita to'rtta molni qo'yib olib, molni boqib yuradigan joyga mana mevalar qarang, kattaligini. Mana bodomlar. Katta bodomlar. Mana bunisi. Mana bog'di. Bu yerda yong'oqlari ham bor. Yong'oqlar ham mevaga kirgan, xudo xolasa. Kichkina bo'lgan bilan yong'oqlari meva olgan hammasi. Kamida bitta ikkita mevasi bor. Tevalarda 4 ta 5 ta mevaga kirgan, 30 ta 20 taga kirgan mevalar ham bor, daraxtlar. Hozir ularni ham ko'rsatamiz. Oddiy mana unda ham olib kelib qarasangiz, mana bu yerda bir meva bor yong'oqda. Mana bu yerlarda mevasi bor mana. Ko'rib turibsizlar. Mana qaranglar. Mana bog'imiz kengligi. Mazza qiladigan odam, dam oladigan joy, xudo xolasa olib tayyor qilib qo'ygan. Bu yerga qancha mehnat ketgan. Bu bog'da 9 yillik bog' ekan bu bog'. Bu 9 yil umri ketgan bu bog'da qilguncha. Bu yerda suvdan muammo bo'lgani uchun sotilmayapti. Boshqadan muammo bo'lgani uchun sotilmayapti. Endi boshqa sabab uchun sotilyapti. O'tlar qaranglar. Qarang, lola bog', lola. Ana bo'lmasa. Mana bog'imiz, xolos. Xullas, ushbu bog'imiz sotiladi. Egalari nomerini qo'yibmiz, mana mevalar. Mana mevalar. Mana mevalar. Egalar nomerini qo'yibmiz. Telefon qilaverasizlar, uzunasiga 360 metr. Bu tomoniga 6 qatormi, 7 qator. Bittadan like bosib qo'yinglar, sog' bo'linglar. Telefon qilaverasizlar xullas.